G'iybatlashmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi. 345 dan ming. Xullas, o'rtoqlar yaqinda o'zim uchun juda ham qadrli bo'lgan iPhone 16 Pro Max'imni sotdim. Gap sotganim haqida emas, gap nimaga qadrli bo'lgani haqida. Yuzimizdan hech narsani ayamaymiz. iPhone 12 lar chiqqan vaqtda kimlarning esida bor? Eng populyarniy rangi gold rangi bo'lgan va men u rangini juda ham yaxshi ko'rganman. 345 dan krem. Afsuski, o'sha vaqtlarda men ishlamasdim. Onam ishlardilar xolos. Pulimiz yetardi, lekin men onamning mehnatlarini juda ham qadrlaganim uchun u telefondan ola olmaganman. O'sha vaqtlarda men iPhone 7 Plus ishlatardim. Atrofimdagi ko'plab tanishlarim yangigina iPhone 12 Pro Max olishgan gold rangidan. Men juda ham havas qilganman hammalariga. Dalbadan espa. Men ba'zi bir tanishlarimga aytganman, что men ham olish xohlardim. Menga juda ham yoqdi. Olganingiz uchun sizga havas qildim deb. Ba'zilari xursand bo'lishgan, ularga havas bilan qaraganim uchun. Ba'zilari yig'ida kulib qo'yishgan. Bilasizlarmi, bo'ladi-yu, mana ma'noli kulish. Qilib. Hozirgacha eslasam yuzimda kulgu, lekin mana shu joyimda og'riq bor. Bu kulish ma'nosini men sirazi tushunganman. Tipa, sen ola olarmiding bunaqa telefon degandaqa ma'no bo'lganda vaqtda. Vaqtlar o'tib, iPhone 16 Pro Max'da yana xuddi shunaqa gold rangi trend bo'ldi. Va men shu telefonni sotuvga chiqishi bilan sotib oldim, ishonasizlarmi? Allohim shunaqa mehribonki, kimgadir havas bilan qarasangiz, niyatingizni pok qilsangiz, niyatingizga yarasha kun beradi. O'sha vaqtlarda men yangi telefonni olib ishlatganlarga havas qilganman. Sirazi sotib olganlarga emas. Hozir necha yillar davomida qanaqa telefon chiqsa ham yangi sotuvga chiqishi bilan sotib olishga qurbim yetadi, Allohga shukr. Gapni qisqa qilsam, o'sha 16 Pro Max'imga har doim qaraganda kichkina orzuyim bo'lgan 12 Pro Max esimga tushardi va ba'zilar menga podдержка bergani, ba'zilar bo'lsa yerga urgandek ustimdan kulib qo'ygani ham esimga tushardi. iPhone 14 ishlatganimdan buyog'iga 14, 15, 16, 17 qilib ikkitadan iPhone ishlatardim doim. Va men bu narsadan zerikdim. Instagram storiyamda o'zim obunachilarim foydalanib qolishsin degan maqsadda $850 ga sotuvga chiqargandim. Korobkasi Koreyada. Bir oydan keyin chiqarib beraman deb. Bez korobka, bez dokument $900 ga sotib keldim. Sotganimning sababi, to'g'risi ozgincha pulim kerak bo'ldi. Undan tashqari ikkitadan iPhone ishlatish menga neudobno bo'lib qoldi. Sababi bilasizlar, menda kamera ko'p ishlaydi. Bu degani akkumulyator yomkisi tez tushib ketadi degani. Bundan tashqari menga juda ham ko'pchilik Samsung Ultralarni maqtashmoqda. 25, 26si вообще zo'r chiqdi deb maqtashgani uchun Ultra ishlatib ko'rmoqchiman. Aytmoqchi bo'lganim shuki, hech qachon hech kimga past nazarda qaramanglar. Agar mabodo sizga kimdir past nazarda qaragan bo'lsa, xuddi menga qarashganidek, imенно o'sha vaqtda eslab qoling va ularni afsuslantirish uchun ham yaxshigina harakat qiling. Eng asosiysi harakat qilishdan charchamanglar.